Ko'pchilik parvat panel sistemasini ko'rsating deydi. Sistemani bitta ko'rsatib beramiz. 5 oyda ishlagan parvat panel pechkamiz. Bu pechkamizni uyda yaxshi yopolmagan uchun kelib yoqib berdik. Polniy ishlarga garantiyasi bilan berildi. Ko'pchilik parvat panel sistemasini ko'rsating deydi. Sistemani bitta ko'rsatib beramiz. Pechkamizda orqa tomonda radiator qo'yilmaydi. Nasos ham yo'q, ko'rganinglardek. Ko'p joyda nasos qo'yilgani uchun samotyok mas'uli deb ko'pchilik yozyapti. Sistemalar hamma samotyokka topshiriladi. Nasoslar o'tishgan holatda bu uyimiz high textilda qurilgani uchun cherdashnik tushgan. Podachaga bu yerda mesta yo'q. Ko'ryapsizlar, romlar kattaligi uchun podokонlar past, kichkina radiator bo'lgan. Zalimizga ikkita, bu yerda spalnimiz bor va dushovой bor. Shu obyektimizga полный samotyok sistema bilan parvat panel berilgan. Sistemalarimiz polniy ko'rganlarda samotyok. Cherdashnik qilgan, cherdashniklar polniy o'rab, utlarni qilib qo'yilgan, ishlar polniy garantiyasi bilan qilib berilgan. Adreslar joylashtirilgan, telefon nomerlar profilda. Biz kanalga yangi bo'lsangiz, podpiska bosib, videoda pechka va parvat panelga pechka qildirman degan tashlab jo'natib qo'yinglar.